Assalamualaikum qimmatli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun 2024-yil 8-oyning 12-kuni dushanba kuni kech. Bugun men shu o'tgan qatimliq leksiyadan tortib hozirga qadar bir hafta vaqt o'tdi. Shu vaqt ichidagi iqtisodiy ahvollar to'g'risida kichkina to'xtalib o'tmoqchi. Andan keyin tor dunyosida mavjud bo'layotgan o'zini men banka, menga pul beranglar, yaxshi o'sim beraman deyotgan ba'zi bir aldamchilardan ezi bo'lish haqida bir uchurni yetkazib qo'yman. Andan keyin Bengal to'g'risida, Bengalning navbatdagi vaziyati to'g'risida qisqacha so'zlab beray deb o'yladim. Sabab Bengal xalqi bizning beshimizga Uyg'urlarning beshiga qabohatli kun kelgan vaqtda, shu yillarda umuman degidek Uyg'urlarni qo'llab so'z qildi, Uyg'urlar taraf tutdi. Hamda hozir ularningki davlatida siyosiy o'zgarish bo'ldi. Herhalde bu işler ızığı düştü. Muş to'g'risida biraz to'xtalib qo'yay dedim. Çünkü bizning beşimizga kun tushgan vaqtda yerimizda tug'anlarnimi, beşimizga kun tushgan vaqtda tunmaganlarnimi, setib o'tganlarnimi, munopollik qilganlarnimi bilib qo'yishimiz kerak, diqqatimizdan qochmasligimiz kerak deb qarayman. Bir shaxs sifatida. Azda kishilik munosabatimi shundaqmi? Kishilik munosabatimi yaxshilik qilganlarni qalbimizda saqlaymiz. Yomonlik qilganlarni esimizda saqlaymiz. Xo'sh. Agar unda qilmasak, prinsipimiz yo'q odam bo'lgan bo'lamiz. Endi men iqtisod to'g'risida gap qilsam, o'tgan haftada Amerikada pul muomala bozorida umumyuzlik bir cho'kish bo'ldi. Dunyoning pul muomala bozorida cho'kish bo'ldi. Mayli Yevropada bo'lsin, Osiyoda bo'lsin. Buning sababini biz Amerikaningki iqtisodidagi makroluk ko'rsatkichlarda, ya'ni ishsizlik nisbatining ozroq ortganligida, Markaziy bankining o'simini kesmaganligida, ham shuni bilan birlikda Yaponiyaning Markaziy bankasining o'simini o'staganligida deb tushundirgan. Undan keyingi bir hafta ichida bozor ashunda bo'ladi. Adadin ziyoda odamlar mablag' sarflashlar vasvasiga tushgan vaqtda qo'lligini silib chiqarib o'tdi. Qarasa, dunyoning ishlari unchalar osmon o'rilib ketmagidek. Shuni bilan ular asta-asta yana setilishga boshlaydi. Demak, har holda biroz turaqlashish qarab ma'lum, ya'ni boshqa ko'rsatkichlar az-to'la o'sishga boshladi. Pan-texnik paylardami, ya'ni biron setayotgandan to'van nurg'un odam setayotgandan ba'zi to'van bo'ldi, shu joyda to'van bo'lgan vaqtda, ya'ni kishilar setilishga boshladi. Asta-asta o'sishga qarab o'tdi, o'sishga qarab menyapti, lekin ko'ngilgidek emas, ya'ni ba'zilarning o'ylaganidek emas. Xo'sh. Endi 7-oylikda shu iqtisodiy ko'rsatkichlar chiqmadi. Hozirgi mo'ljallardan qaragan vaqtda pul paxolligi da azroq esish bo'lishi mumkin dektor 7-oyda. Unda bo'lsa, pul paxolligi o'sgan vaqtda Markaziy banka o'simini odatda pul paxolligini tizgilash uchun o'stiradigan gap. Endi bu vaqtning o'zida agar 7-oylik sonliq ma'lumotlar mal bahsida CPI deymiz, Consumer Price Index azroq ish bo'lsa, pul paxolligining kontrol qilish uchun o'simni o'stirib qolamdi deydigan bir andishni hisob qo'ydi-ku. Shunday o'yini keltirib chiqardi. Ammo ishsizlik nisbatida biroz ish bo'lganligi uchun o'tgan hafta xabarlar dedik, 4.13% bo'lganligi uchun ham ishsizlik sug'urtasiga iltimoslar odamlarning soni ortganligi uchun Markaziy banka Federal Reserve mayli qandoq bo'lishidan qat'iy nazar 7-oydagi sonliq ma'lumotlar va hatto 8-oydagi sonliq ma'lumotlar qandoq bo'lishidan qat'iy nazar 9-oyning 18-kuni o'simni 0.5%, 0.25% emas, 0.5% kesildi deydigan qarash ustunlikni egalladi. Shuna bo'lg'achqa 30 yillik uy olish uchun bankdan olgan qarzningki nisbati o'tgan hafta 6.47% ga tushdi. Yana bu 7.5% dan to'g'ri bo'ldi degan gap. Kishilar balkim 6% bilan 7% ning farqi bak cho'ng emas, 1% deydi. Lekin Morgan Housel'ning kitobida so'zlanganidek, mayli siz qarz oling yoki siz omonat qo'ying, bu yerda jug'lanma ta'sir intayin zo'r bo'ladi.
Masalan, siz 6%lik ma'lum miqdordagi pulni 6%da qarz aldingiz, o'xshash miqdordagi pulni 7%da qarz olsangiz, uzun o'ylashgan vaqtda 7%da olgan qarzingizni to'laydigan pulingiz jiq bo'ladi. Aniq. Bu 1% emas, bu nurg'un bo'ldi, chunki ash qarznoma juqlanma ta'sir oladi. O'xshashla siz bankaga pul qo'ying, 4%dan qo'ying, ma'lum miqdordagi pulni ham 5%dan qo'ying. 5%dan qo'ygan pulingizni uzun mezgil qo'ysangiz, 4% qirgan vaqtda uning juqlanma ta'siri bo'ladi, pulingiz jiqroq bo'ladi. Shunga hozir shu vaqtning o'zida CD app qo'yish, ya'ni Certificate of Deposit app qo'yish yaxshi ahvol. Agar 9-oyning 18-kuni o'simi tushib qolsa, hozirgidek 7 oyga 5%dan pul beradigan yoki 13 oyga 4.19%dan pul beradigan ahvol kelmaydi. Bo'lmaydi demakchi. Ya'ni Amerika Bank of America'ga berib, ma'lum miqdorda pulni qo'yman desangiz, shunda option tanlashni berdi. $10,000 pulingizni 7 oylik qo'yamsiz yoki 13 oylik qo'yamsiz deb hisobot qilib ko'rsanglar, 7 oylik qo'ysangiz 5%dan, 13 oylik qo'ysangiz 4.19%dan, 4.19% qo'ysangiz yaxshiroq bo'ladi buning natijasi. Chunki 9-oy kelgan vaqtda Markaziy bank o'simini kessa, siz hatto pulingizni CD sizga 4% bermasligi mumkin. Hozir 4.19% beryapti 13 oylikqa. Shunga mushadiki masala nima degan vaqtda, agar qo'lingizda pul olib, uy olay desangiz, uyning bahosini bak yuqori ko'rgan bo'lsangiz, qo'lingizda pul bo'lsa, CDga sab qo'ysangiz, Certificate of Deposit. Ya'ni naqd pul kenishki sab qo'ydi, shuni olib qo'ysangiz bo'ladi, o degan gap. Agar pay chekadiga bak ishonmasangiz, pay chekada volatility va tavrinish va. Men qayta shunaq deb ketdim. Bozor bir necha xil bo'ladi. Tovarlar bozori bo'ladi, emgak bozori bo'ladi, pul muomala bozori bo'ladi deb. Pul muomala to'g'risidagi kitobni yozdim dedim. Pul muomala to'g'risidagi kitobni yozdim. Pul muomala bozorida turli tovarlar va mahsulotlar bor. Bularni tushunish kerak. Agar men yozgan birinchi kitobim pul muomalaga mablag' qilish degan kitobimda men shu paychiki zoyum har xil ko'rsatkichlar degandeklarni yozgan. Uni har holda ko'pchilik aztul o'qidi deb o'yladim. 100 odam bo'lsa o'qidi. O'zimizning tilda yozilgan. Bu bozorningki bozorda har xil shunday pul muomala mahsulotlar bor, bularni tushunishimiz kerak. Tushunib ba'zilarini ep qo'ysak yaxshi bo'ladi. Ya'ni garib Amerikaga qaraydigan bo'lsak, ba'zi odamlar tegi-tegidan boy deymiz. Sabab nima desa, ularning ota-bobolari pul muomala bozori bilan aplashib kelgan. Mayli umr sug'urtasi situatsiyon, yoki bo'lmasa annuity situatsiyon, yoki bo'lmasa paycheklar situatsiyon. Men hatto Morgan Housel'ning kitobidan misol olib, bir necha misollarni deb berdim. Bak beyg'onlarni bek o'zini bilmaydi. Oxiri tugishib ketganlarni. Shuning hikoyasini men deb berdim. Shularni o'rnak qilish qiladi. Ya'ni ochko'zlik qilib oxirida vayron bo'lib ketgan ahvol odamlarning tanlashdan saqlanish kerak. Ammo night low key. Beshini tuban silib, o'zining ishiga puxtalab, pul muomala bozorini yaxshiroq tushunib, izchillik bilan uzun mezgil paycheki zoyumlarga mablag' silib, yoki har xil tuvan ko'rsatkich paylarini ep qo'ygan, fondlarni ep qo'yib shunday yashasaq, umr degan atgan o'q deydi. Yoki Lutfulloh Mutallim gapi bo'yicha aytgan vaqtda yoshlarga maskiligini yoshlik bir chaqmoqdagi o'tib ketadi. Birdamda kishilar bir aylanib o'tir yoshlikqa, bir aylanib voymamay aylanib qoldi. Ammo qirg'an vaqtda duch kelgan ish salomatlik masalasi, pul muomala masalasi, yolg'izlik masalasi, tanholik masalasi. Shunga Yaponiyaning va Amerikaningki empirical economists deymiz, tajribachilik asosidagi ixtisoslarninki chiqargan yakuni nima desa, qirg'an vaqtdimi yoningizda mol-mulkingiz bo'lsa, sizningki sal ijtimoiyligingiz bo'ldi ekan, yaxshiroq yashayotgansiz.
odamlar izlab turdi ekan. Ya'ni puli yo'q odamga nisbatan aytgan vaqtda tashlanib qoladi ekan deb. Bir tarafdan qarasangiz bir rayimsiz dunyo bo'ldi bu. Shunaqmi odamlarni mayar muhabbat, hurmat, odamgarchilik degan bir odamning qo'lida boyoqlik qarab muomala qilsa, u taz bir adolatsizlik bo'ldi. Afsuski jahon shunday ekan, ammo shuni bilganligimiz uchun hozirdan boshlab mayli yosh bo'layli, o'rta yoshli bo'layli, yashangan bo'layli, bu ishlarga diqqat qilib qo'yamiz yaxshi ekan deganligim uchun buni bir ta'kidlab qo'yay dedim. Xo'sh. Endi 9 ayning 18 kuni Markaziy bankka o'simni kasmigacha pul muomala bozorida, paycheklarda ko'tarilish bo'lmasligi mumkin. Ayrim paylarda bo'lishi mumkin, ammo ko'rsatkich paylarda, boshqa paylarda cho'ngroq o'zgarish bo'lmasligi mumkin. O'simni kasgandan keyin andan keyin bir ko'tarilish bo'ldi. Hamda bu yana bir ish, yana pul shu uy mulk bozori to'g'risida biroz to'xtaldim. O'tganda dedim, har xil muhindaqalıqa private equity firmlar, xususiy mulkchilik şirketlari, mablag'chilik shirkatlari nurg'un xusus shaxsiy uylarni elib olib, azroq yasab, buni qimmatbaho setib ishni qilayotgan ishlar balig'ini. Ham shuni bilan birlikda bular uninglar qolmay, har xil sanoat binolari yoki bunday savdo binolarini setib olib, yani pul muomala bozorida bular real estate index trust degan narsani, yana bir xil pul muomala mahsulotni barpo qilib, uni setib haqqa. Uningdan pul tepayotganligini. Vaholanki bu ishda biroz hozir masalaga yo'l qo'yayotganligini, ya'ni savdo binolarininki setilishi yoki akilgan foydasini ozlab ketayotganligini, shunday bir masalalarni davatida hozir xabarda. Ya'ni kishilar Amazondan to'r orqali bir narsalarni setilib, savdo saroylariga bormagan ekan. Savdo saroyi mana Covid ustiga nurg'un hayotimizni o'zgartiryapti, xizmatimizni. Burun kunda 5 kun boradigan odamlar hozir bir kun bormay uyda ishlaydigan, yoki bir kun berib 4 kun uyda ishlaydigan, yoki 2 kun berib 3 kun uyda ishlaydigan, yoki 3 kun berib 2 kun uyda ishlaydigan shunaqa o'zgardi. Unda bo'lgandan keyin ba'zi savdo shirkatlar shu savdo binolaridan yoki ishxona binolaridan ijara olmaydi. Ijara olmaganga quruq qoladi-da. Chunki bu binolarning bahosi tushayotgan gap. Tushayotgandan keyin uning sog'an mablag'mi asosda yo'qolib ketadi degan gap. Endi mashish bo'layotgan gap. Buni deb qo'yadi. Men ikkinchi masala ikkinchi masala o'sha hozir to'r dunyosida ba'zilar ma appni tushirib olsanglar, menga bank pul qo'ysanglar, sizlarga yaxshiroq o'sim beraman deydigan shunday bir ishlarni qilib o'tibdi. Bundan qaysi bir faysami bir nima ismini darhol unutib qoldim. Financial Technology, pul muomala texnikasi degan bir shirkat vayron bo'ladi. U nima kishilarga, men bankka menga pul qo'ysang, sana yaxshi o'sim beraman deb. Ahlamanda qarab, men bankka qo'ysam 3% berar ekan, 4% berar ekan, menga qo'ysam to'r orqali ishxona qurib yurmaydi ekanman ofisga. Applarlar bankamdan yo'tkab berar ekan, menga o'sim kelgan yaxshi emasmi deb shunday qo'ylab ketgan odamlar jiqgan. Shunga shu idora berib ko'may, adamni berib ko'may, shirkatning taqdisini ko'may, tanimay, bilmay turib aloqa qilish, pullarni yo'tkab berishning o'zini ayt xatarlik demakchi. Yani to'g'ri orqali o'tganda men o'tgan xidmat leksiyada hozirgi zamonaviy qo'ymichilarning gapini debdim-ku. Hali bir odamning gapini debdim, pensiya puldan $740,000 telefon orqali qo'yilib ketganini debdim. Undan sirt yana xeli o'qigan, bilimi bor odamlar, bunday qora turk emas, birini bilmaydigan emas. Azroq necha %ga foydaga qiziqib ketib, to'r orqali ma appni tushirib bizga pul qo'ysanglar, menda o'sim beramiz desa, shuni qo'yilib ketgan ahvollar bo'lib o'tibdi. Har holda ma'lum bir Uyg'urlarda bir gap bor. Bir balasi bo'lmasa, quyruq yatamda tashda deydi. Bir odam nachar olib qolganligi uchun, masalancha, nachar olib qolganligi uchun u ba'zi ishlarda yaxshi yoki erishamaydi. Bak yaxshi narsa bo'lgan bo'lsa, o narsa turmaydi. Bozorda yaxshi mal bozorda turmaydi degan gap ota bobolarimizning. Agar ular dediğiniz ziyoda shunaqa applarni avatib
el xatlarda yoki pochtlardan hatto pochtlardan xat avatib, "Ma bizning bankga pul qo'yamanda pul bermasa, hargiz ishonch bo'lmaydi." Muomala qilgan vaqtda, xuddi kishilik munosabatda muomala qilgan vaqtda ishonchli odamlar bilan muomala qilganga o'xshash. Ya'ni sirimizni to'kkan vaqtda, dardimizni aytgan vaqtda, qalbi yaxshi, og'zi ching odamlardan inson emasmi? Shular bilan aloqa qilganga o'xshash pul muomalashiga kelgan vaqtda cho'qim o'zimizning rayonimizdagi sinoqdan o'tgan namuvor banklar bilan muomala qilishimiz kerak. Pul qarz olgan chog'dami yoki qo'limizda eshinchi pul bo'lgan vaqtda paychikka solmasak, pul muomala bozoriga solmasak, bankka qo'ygan vaqtda. Bu Amerikada o'xshash, Kanadada o'xshash, Shveysariya, Shvetsiya, Finlandiya, Gollandiya, Angliya hamma yerda o'xshash, Yaponiya hamma yerda o'xshash. İşlarning bu prinsipi mushundaq. Shuna buni bir deb qo'ydim. Endi men abay Bengalliklarning gapini deb berdim. Shu Bengal xalqi Uyg'urlarning masalasida bizningki qarindoshlarimizni, dindosh qarindoshlarimizni shundaq ezib ketdi Xitoylar deb bir necha qitim namoyish qilib yo'nda qildi. Herhalde haqiqiy o'ziningki qilgan ibadetlerge tushliq e'tiqodi bor ekan. Bularda yaqinda bir ish bo'ldi. Nima ish bo'ldi desa, bularning ayol bosh ministri Sheyk Hasina Hindiston qochib ketdi. 8-6 kun qochib ketdi deyman. Qochib ketgandan keyin Bengalningki prezidenti, ya'ni bunday namoviy prezidenti, amaliy yo'q bosh ministr bo'ldi. O'qib 84 yoshlik Nurul İslam emas. Muhammad Yunus degan kishini bir vaqtli hukumatni tashkillashga buyurdi. Buni bir so'zlab qo'yay deyishimning sababi bu yerda Muhammad Yunusning hikoyasini aytib bermoqchi. Shuning bilan Sheyk Hasina to'g'risida kichik to'xtalib qo'ymoqchi. Bu faqat Bengal xalqining biz Uyg'urlarga nisbatan esdashlik qilganligi uchun. Bizga esdashlik qilganlarga yomon kunlarda yenimizga to'g'anlarga yaxshilik tilaymiz har zaman. Munofiqlik qilganlarni, satqanlarni, ko'zini yumbag'anlarni, pang bo'lganlarni desa nazarimizga deb qo'ymaymiz. Nim bo'lsa mayli. Lekin shularning ichida bugun yaxshi odamlarga yaxshilik tilaymiz albatta. Biz paslardan tanmaymiz. Bu Sheyx Hasina 2009-yildan buyon ayol kishi Bengal davlatininki bosh ministr bo'lgan ayol. Ya'ni hisobda hozir 15 yil qadam qo'ydi-da. Buning dadisi Bengal davlatining Pokistondan qutulib mustaqil bo'lishda rol o'ynagan ayni chog'dagi Bengal davlatini qurib chiquvchilarning birisi demakchi. Birni Rahman deydigan bu odamni. 75-yil bir harbiy o'zgarishda shu o'zgarishda bularning oilalarning hamini qirib o'tib, ochsang islom qilib qoldi ekan. Bu ayol keyin Hindistonga berib, andan keyin Angliyaga berib, ashnaq yurib, o'qib, keyin davlatga qaytib berib, partiya tashkillab 81-yilda 2009-yilda bosh ministr bo'lib, 15 yil nimani so'ragan. Bengalni so'raganda yani absolute power corrupts absolutely deb, yani mutlaq huquq mutlaq cheriklashtiradi tabiiyki. Muqarrar cheriklashtiradi deb shu yo'lni tutib qolgan gap. Demak, ijtimoiy hayotning, ijtimoiy ishlarning o'zining qonuniyati bor. Bu gaplar bekor deyilmaydi. Yani mutlaq huquq, mutlaq cheriklashga bardo degan gaplar bekor deyilmaydi. Demak, bu ijtimoiy qonuniyatlar hamma davlatga, hamma millatga hammaniyat tushdi degan gap. Bu ayol bosh ministr bo'lgandan keyin amaliy huquq va armiyani, sotni masalanda soqchini hammani elga kelib dastlabda yaxshi qilgan gap. Ya'ni iqtisodiy jihatda biroz erkinlashtirishni yo'l qo'yib, Bengal davlatining iqtisodida ko'pincharak shu emgak kuchi arzon bo'lishdek olaylikdan foydalanib kiyim-kechakni dunyo bozoriga eksport qilish bilan gullangan. Ya'ni
eksport asosidagi bir egillikni yo'l qo'ygan gap. Bu yerda eksport qilgan narsa asosan kiyim-kechak, ya'ni emgaksizlikni labor intensive deymiz. Emgaksizlikqa bor tovarlarni dunyoga chiqarib, bularning tashqi dunyodan kelgan shu tashqi переводning 80% kiyim-kechak sohasidan kelgan gap. Xo'sh. Endi bu ishlar taki ishlar nachar bo'lmoqchi yaxshi bo'ladi degan gap bor. Bir nachar bo'lgandan keyin nurg'un narsalar tepib chiqadigan gapda. Adamni sog'lom turib bir kun tekshirsa, aylanib tushdi tekshirsa, men strak va degan o'xshashli bir ish. Pandemik bo'lib, kodulab, qod nimalar to'xtalib qolgandan keyin, bu ayolning 2009 keyin tabii 10 yil Bengalning iqtisodiga qo'shgan to'pisi bor. Mesela asas muassasa qurilishiga mablag' silib, yo'llarni yasab degandek, endi chet el korxonachilarining mablag' silib, shu kiyim-kechak sohasiga endi mollarni bozor, dunyo bozoriga yetkazishda to'pisi bor. Bir qism odamlarni boylikdan, namroqdan qutuldi degan. Lekin pandemik vabo taralgandan keyin ta'minlash zanjirida uzilishlar, qatnashlar to'slab ketib, sirtdan chet elning shirkatlaridan mol zakaz qilish kelmagandan keyin kiyim-kechak sohasi cho'kishga boshlab, buning bilan ishsizlik ortib ketgan gap. Bir jamiyatda o'zining davlat, o'zining millatini tark topgan bir milliy davlat bo'lsa-mi, odamlar ishsiz bo'lib, anan keyin hokimiyat qatlamidagilar chirqlashib ketsa, bir qism hukumat, ya'ni fursatni asosan pulvolar, kapitalistlar, boylar egallab olsa, ular amaldorlar bilan til berktirib olsa, byurokrat kapitalizm deganga o'xshash. Ya'ni pulvolar boshliqlarni, amaldorlarni har qaysi hokimiyat tarmoqlaridagi o'zi uchun o'zining manfaatini so'zlaydigan qilayotgan vaqtda bu yerda nurg'un xalqqa nisbatan ijtimoiy tangqonliq bo'lmaydi. Ish qurilish, bankdan qarz olish va hokazo tijorat qatorliq jihatlarda. Shuning bilan chirqilish paydo bo'lgan gap, yig'ilishgan gap, ondan keyin amaldorlar chirqilish qarabmagan gap. Andan keyin pul yuvish ishlari, jinoiy ishlar ortib ketgan gap, buni nisbatan jinoiy shakllar, soqchilarni, qonun tarmoqlarini setib olgan gap. Andan keyin ishsizlik ortib ketgan gap. Shunday bo'lgan vaqtda oliy maktabdan bittaga yoshlar nima ish qildi avom xalq? Ya'ni hokimiyat qatlamlar munosib bo'lmagan xalq qana qildi? Ko'chaga chiqdi, norozilikni bildirdi. Mushchada bu ayol qo'pib, bularni bostirish buyruq qo'ygan gap. Shu necha kunning ichida 300 dak yosh o'quvchini qatl qilib, undan sirt yana nurg'un bir 10 ming odamni man qarshi turganda turmaga olgan gap. Bunda qilgan sira xalqning g'azabi qo'zg'alib, yoshlar, qizlar, o'g'illar namoyish ko'chani qoplab ketgandan keyin namoyish qilib, bu zo'ravonlik aylanib ketgan. Bundan keyin bu askar qo'pib davomli bostirishni tashabbus qilgan vaqtda bu ayolninki bexatarlik maslahatchilari, jamoat xavfsizlik maslahatchilari, cho'ng maslahatchilar bo'ldi bu odamlarning endi. Maslahatga bunda qilmayli, ish yo'qib ketadi deb. Chet elda masalalar kelganga bunda qilmang. Demokratik usulda tinchliklar qilinadi deb. Bu ayol ayol kishi turib, qattiqroq bostirma degan vaqtda armiyaningki kenigan gap, xalq tarafdan turgan gap. Shuning bilan armiyaning generali bu ayolningki Virginiyada turishli o'g'liga telefon qilib, u ayol o'g'li bilan so'zlashgandan keyin "Apa, hayotlik uchun u bu nima degan? Siz istifa bering" degandan keyin istifa berib, bu ayol chiqatgandan keyin mana Bengalningki prezidenti Muhammad Yunus degan 2006-yili Nobel tinchlik mukofotiga erishgan iqtisodshunos, siyosiy arbob, jamoat arbobi bir odam muvaffaqiyat qilgan vaqtda buningki taqaydigan medallari, kiydigan shilapalar ko'p bo'ladi degan gap. İctimai korxonchi, banker, ijtimoiy korxonchi degan vaqtda bu kishi Nobel foydalanishni ko'zlab ish boshlamagan. Bu kishini markaziy o'tkinchi hukumatni tashkillashga qo'ygan gap. Endi bu Muhammad Yunus degan 84 yoshli kishi. Amerikada hozir 81 yoshga kirgan kishini Demokratchilar partiyasi uni buni deb qayta saylanib tushamaydigan qildi-ku. Lekin 84 yoshli bir kishini Bengalda qo'pib o'tkinchi hukumatni tashkillayapti deyishim mumkin. Bu kishining sog'lomligi yaxshi, kallasi joyida ekan.
Unda bo'lishi bu kishiga nisbatan xalqda bu kishiga nisbatan ishonch bor. Nimishqa? Bu to'g'risida azroq hikoya so'zlab beray. Bu odam qaragan chaqda bir o'qimishli oilada, diniy o'qimishli oilada tug'ilgan, ayni vaqtda 40-yili. Keyin Fulbright, Amerikaniki ta'minlaydigan Fulbright scholarship deganga erishib, bir o'qish mukofotiga erishib, Vanderbilt University, ya'ni Tennesseedagi universitetga o'qish kelib, 71-yili doktorlik unvonini olgan iqtisod ilmi bo'yicha. 71-yili dal ozodlik qilish bo'lgan gap Bengalda, ya'ni Pokistondan ayrilib chiqadigan. O'xshash musulmon nimishqa birga turavermaydi deyishinglar deydiganlar bo'lishi mumkin. Gap o yerda muayyan o'xshamasliklar bor. Muayyan o'xshamaslik bo'lganligi uchun hokimiyat beshliklar Pokiston armiyasi bularga nisbatan kamsitishni qilgan gap. Shu kamsitish bo'lgandan keyin, zulm bo'lgandan keyin bir o'yning ishtim agar shunday bo'lsa, balla o'yda turmaydi. Masalan, ballarga zulm salgan atandan balla qaçadı degan gap. Shuni o'xshash. Shundan bular mustaqillab chiqqan gap ya, so'qishib degandek urishib. Bu adam qaytib berib, iqtisod doktorligini olgandan keyin, Bengal mustaqil bo'lgandan keyin qaytib berib, ashada bir oliy maktabda iqtisod fanlarining lektori bo'lgan gap. Bengaldagi. Anandan keyin bir kuni 76-yili shu universitetning yanidagi bir namrat bir yezini aylanib kelib qarasa, bir narsa ko'z tushgan gapda, o'sha yerda mo'maylar mundaq bir bambodan uy jaziri yasab qilayotgan gap. Ahvolni surishtirib qilsa, ular jazoni xo'rlardan pul oladi ekan. Ashni yasaydi ekan, bozorga borib sotadi ekan, olgan paytisining asosini hammasini degidak jazoni xo'rlarga berdi ekanda. Bu adam, bu bo'lmabdi deb, yenidan 27 dollar pulni chiqarib 42 ayolga berdi ekan, taqdi ekan. Ma'u pulni sizlar ishlatib, dasmiy qilib ishlatib, bambuk setib, uy jaziri, o'yinchoq birnalarni setib, tepib, asta-asta yandusanli bo'ldi, o'sim yo'q deb. Nima qilmoq degan vaqtda bu namrat odamlardan xizmat yo'q, kirim yo'q bo'lgandan keyin, biror iddis olsin, tirishchan bo'lsin, oshxonalar uchun bir ish qilaman desa, bank unga boshqadan pul berib turmaydi. Boshqadan pul berib turmaydi. Boshqalardan pul elishning, boshqalardan qarz so'rashning naqadar tasdigini, nurg'un ishongan odamlardan pul kelgan vaqtda ishonmaydigan, kerak kelmaydiganligini men shu kanalimda o'qib qo'ydim. Haqiqiy do'stlik zodi degan, haqiqiy do'stlik degan zodi nima degan yozmada men o'qib qo'ydim. Shundan bu namratlarga boshqalarmi yaxshi ko'z bilan qaramaydi. Bank buni tonimaydi, buningga pul bermaydi. Shundan bu odam microcredit, microfinance degan o'sha ikki narsani ko'tarib chiqqan. Microcredit mikroliq, ya'ni kichik tipdagi kredit, qarz berish, o'simsiz qarz berish bir. Ikkinchisi microfinance, da mikroliq pul muomala. Nima desa, ba'zi odamlar sal ahvol yaxshiroq, ba'zi tijorat qilayotgan odamlar bular yana bankdan qarz olmaydi. Shuni qaytib kelgandan keyin bu odam 27 dollarni berib 42 ayolga qilgan ekan, ularning ahvolida qarz yo'q, boshqalar qarz ham bo'lmaydi, ahvolda ko'rinarli o'zgarish bo'lgan. Shuni bilan Bengaldagi bir qism ayollarning hayotida o'zgarish bo'lgan gap. Ijtimoiy, iqtisodiy o'zgarish bo'lgan gap, ahvolda yaxshilanish bo'lgan gap, ijtimoiy o'zgarish bo'lgan gap. Shuni bilan bu odam qaytib kelib, hukumatga iltimos qilib, hukumatdan nurg'un pulni olib, Grameen Bank deydigan, ya'ni mundaq aytgan vaqtda, ashularning tilida Grameen degani yeza, kent bankasini qurib chiqqan gap. Musharqliq ahvoli to'van bir ish qilaman deydigan odamniki o'simsiz qarz berib, shularning o'zining kuchiga tayinib turib, o'zining aqlini ishlatib turib, o'zining yo'li bilan minib, jazoni xo'rga jazoni to'lamay, haqdan qarz olmay, ahvolni yaxshi qilish ahvolini qilgan gap. Bu xuddi Immanuel Kantning 1784-yili yozgan aqarish degan nima degan yozmasdiki, odam o'zining aqlini ishlatib, jasorat bilan, qaysarlik bilan, o'rinliqdan va qo'rqinchaqlikdan qutulib, o'zining qalbisiga tayinib yashashni o'rgangan vaqtda ondan aqargan bo'ladi degan gapiga o'xshash. Bu odam kishilarga shundoq to'van holatdagi iqtisodiy turmush to'van holatdagi kishilarga ashi kichikni mikroliq
qarzni berib, o'simlik qarzni berib, nurg'un odamlarning hayotida yaxshilanishni barliq keltirganligi uchun Bengal xalqining emas, haqiqiy xalq suyar mana shunday qiladi. Haqiqiy xalq suyar shunday qiladi. U jamiyatning to'van qismidagi odamlarga asdoshlik qiladi u. 1970-yillarda Harvardning falsafa fakultetida Rawls degan faylasuf o'tgan. Shuningki Theory of Justice degan bir nazariyasi bor. Nima desa, adolat nazariyasi. Haqqoniyat yoki adolat nazariyasi. Biz Harvard o'qiyotgan vaqtda shuni o'tganmiz, so'zlagan bir chog'da. Nima deydi u odam desa, sen bir davlatning adolatlik davlat, adolat jamiyat yoki emasligiga baho bergan vaqtda shu davlatda yashayotgan eng to'van qatlamdagi namratlar, ajizlar deganda jismoniy jihatdan besak, balalar, bo'g'aylar, mo'maylar deganda endi. Shularga nisbatan shu davlatni qanday muomala qilishini qaraysan. Agar ularga yaxshi muomala qilsa, bu davlatlarga nisbatan adolat bo'lgan bo'ladi degan gap. Demak, bu kishi Muhammad Yunus degan kishi o'zining dastlabda o'zining xalqiga, eng namrat xalqiga ish og'ritib, bu insonlik burch, masalan, e'tiqodimizdami? Masalan, musulmonlar uchunmi bir xil qilishga o'zaro yordam qilish. Uningga miyatda bu odam. Ondan o'zining xalqi shularni namratlikdan quldirishdi bu odamning to'pisi bo'lganligi uchun. Anandan keyin bu odamningki ishlari natija qozongandan keyin 40 dunyoda 40 necha davlat bu odamningki o'sha xil usulini, modelini qo'llagan. Microfinance, microcredit degan narsalarni qo'llanadi, hatto biz Uyg'urlar mas'ul qo'llanishga boshladik buni. Ya'ni kishilarimiz o'zining aql parastiga tayinib, puli bo'lmaganligi uchun o'zining yaxshi orzularini amalga oshira olmay qolmasin, tijorat ideyalarini, hunarini ishga solib, o'zining putiga tayinib dasturib maqson deydigan shunday bir yaxshi orzusi bo'lganligi uchun bu o'sha odamda Bengal xalqining yaxshi ko'rishiga erishgan, dunyoda taraqqiy qilayotgan davlatlar bu odamning narsasini o'rgandi, qo'llandi. Jamiyatda nomratlik azaygan vaqtda odamlar umuman bir yaxshini qarab mangdi. Nomratlikmi? Men dedim-ku, bir xil zulm deb. Umi bir xil nomratlikdan qutulishmi, erkinlikka minishning bir yo'li. Shunga bu qitim Bengal xalqining hurmatiga erishgan Muhammad Yunus degan bu odamni markaziy hukumatni tashkillashga buyuribdi. Hamda yangi saylamni bo'ladi. Balkim Bengal xalqininki buning keyingi hayoti menimcha yaxshi bo'ladi. Ya'ni o'zi yaxshi ko'radigan, o'zining manfaati uchun so'zlaydigan xalq odamni saylaydi. Eldagi huquq bir chiqsa, turib Iskandar Zulqan neymi nurg'un yani so'rab egallab oxirida ikki qo'lini ochib qo'yib ketgan degan hikoyalar bor. Ondan o'zining jamoatini beyitib, o'zining bolalarini, o'zining o'g'lining do'stlarini ularni bay qilib cherklashda bu. Ondan o'zining xalq bilan qarolmay, ular go'sht yeyamda, bolalar o'qiyolmamda, nima kun qoldi, namratlikning dastidan. Ondan kar yo'q. O'zi televizorga chiqib tursa, o'zining avlodlari, o'zining jamoati yaxshi bo'lsa, chiroyli gapni qilib qo'yadi. Yasha olaversa, bo'lmaydi-da u. Shu o'zining davlatini, milliy davlatini haqla qochadi. Masalan, ashnoq bo'lg'achqa, mana shu Bengaldimi, u yerga kishilar shunday ketib ishlab qiladi, o'zining ishida fursat bo'lmaganligi uchun. Sabab ayada institution deymiz, hokimiyat apparatlari chirik. Yaxshi odamlarga, qobiliyatli odamlarga o'rin yo'q. Chiriklar, taqsikashlar, shunaqa odamlar egallab olganda, yaloqchilar egallab olganda, shunga Bengal hukumati shu bu qitim asos namoyishning kelib chiqishi, iqtisodiy bir cho'kish, ishsizlik ortib ketgandan keyin ular hukumatning xizmatlarini ma'lum doiradagi, ya'ni o'zi yaxshi ko'radigan odamlarga berib, nurg'un avom xalqning bolalarini chetga qo'ygan gap. Tangsizlikda bu. O'zining millati, o'zining davlati bo'lsa-mu, adolatsizlik bo'lgandan keyin qarshi chiqadigan gap. Undan oxir bu Shayx Hasinaninki ordusiga kirib, o'ylarini chiqib, rasmlarini bulab, ko'ydirib, ashuna qildi oxirida.
Şuna bir adamnınki muşundaq yuqur gurun çıqqan adamның özününki hörmeti bilen pensiyaga chiqishi, özünün ahirki ömrünü ötküzüşi hakikaten yaxşı iş. Ama lekin şu oran çıqqan çağda adamlarning aqliga poq yap qildigan o'xshaydi bu adamlar. Şuna biz hamda men ahirki gapni deb o'tay. Bengal xalqiga Uyg'urlar uchun so'zlaganligi uchun Uyg'urlarni esdash qilganligi uchun biz bu xalqqa bir parlaq kelajak tilaymiz. Rahmat.